Assalomu alaykum do'stlar. Siz bu atmosferadan ko'rib turibsizki, biz kelib turgan lokatsiya albatta Mavori uylari bo'lmoqda. Yana ham orientirni tushuntiradigan bo'lsam, viloyat roddom ro'parasi Afrus to'yxonaning yonida qayd ko'targan 12 qavatli domlarning 6-etajda bo'lmoqda. Sotiladi bir xonali subsidiyali kvartira. Kvadraturasi 45 kvadrat tashkil etmoqda. Ulgurib, yo'q, 42 kvadratni ulgurib qolinglar, 42 kvadrat tashkil etmoqda. Biz turgan joy oshxona. Bankda asosiy qarz 290 million so'm tashkil etmoqda. Kredit grafik bo'yicha to'lov 3,5 million so'm. Bu balkon ko'rdinglar. Balkonda shunday yashil dunyo ko'rinib turadi. Bu domlarimiz hammasi gazlashtirilgan. So'nggi gazlashtirilgan dom bular. Mana katyol bilan qiziydi. Atamlina aristonlar qo'shimcha qo'yilgan. Gaz plita bittasi to'klik, qolgani gazlik. Gaz, suv, svet asli nomi yo'q. Mana bu kuxonning mebellar qo'yilgan. Agar kvartirant qo'yaman desalaringiz ham kamida 2 million 200 mingga turgan edi. Chiqazi bordir lekin. Keling. Mana bu katta koridorimiz. Ko'rishingiz mumkin. 12 qavatli dom 6-etajda bo'lmoqda. Bu kichkina uy emas. Shuni e'tiborga olinglar. Sanuzel birgalikda oxirigacha kafelangan. Issiq suv, sovuq suv uchun ariston bor edi, ko'rdinglar. Tashqi eshikdan kelgan zahoti chapga qaralsak, bitta zal. O'zi bir xonamiz, katta zalimiz. Gilam, parda, ko'xinli mebel hammasi qoladi. Zudlikda sotiladi. Eganing qo'liga beradigan summa 103 million so'm deb baholandi. Xayriga 1-2 million kam bor. Zudlikda sotiladi. Bunaqa domlar uncha ko'p turmaydi. Do'stlar, уже aprel oyigacha uy yo'g'on olib qoldi. Chunki aprel oyida uy ko'tariladi degan prognozlar bo'lyapti. Yana ham maslahatlashinglar. Institut yaqin, maktab yaqin, 18-maktab, 26-maktab juda yaqin joyda bo'lyapti. Eng asosiysi o'rtada 12 qavatda 6-etajda. Ikkita liftlar muntazam ishlamoqda. 24 soat xizmatingizda. Deyarli holi buzilganini ko'rganim yo'q. Onda sonda svet o'chganda buzilmasa 43 kvadrat, 42 kvadrat uyimiz. Eganing qo'liga beradigan summa 103 million so'm. Bankda asosiy qarz 290 million so'm. Bunaqasi faqat Magdir Otabek YouTube kanalida bo'ladi. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastdagi nomerlar aloqaga chiqasizlar, hujjatlar chegiz notarius bo'ladi. Ulgurib qolinglar.